Hurmaylar, mana akalar bilan yig'ilib osh qilyapmiz. Akalar davrida yuribman mana. Shu bosh power. Hamma yaxshimisiz? Xayrli kech. Chumchuq so'yar. Nima edi? Qassob. Men nima? Tatib ko'raman. Tekin qo'y. Xullas mana narsalarni to'g'rab olish kelguncha. Chiroq bormi uni? Mana yongani shu aka. Yo'q, hozir Udumni kelisholmaydi xudo. Eshigini yopamiz. Ketin borda. Ustalar. Bu ishlamay turyapti. Nima qilyapsan qo'lga? Ha, nima gaplash turib, illa qilamizmi? Nima Siz akanda. Men o'zi kelishmaydi. Zo'r oshyapti, to'g'ri. Qadr hech qanaqa oshyapmiz. Ha. Video olgan payt gapirmasa-da bular. Men bu qolganini tashamay ekan deysizki, отдельно qovurib chips qilib yeymiz. Buni oshga ishlatar ekan. Nasıl? Ko'pmi deb o'yladim-da. Men ham tanib turardilar. Usta nimadir deng, oldilar. Nimadir? Mana zo'r ketyapsiz. Sizdan bir narsa deyapmiz. Ko'p bu. Qolgan salat qilamiz. Besta ekan mana biza bilan. Xullas. Muzdakkina qilaman. Ikkalalari sal kelishganda xayolimga. Zo'r. Bismillah. Zo'rka. Ustiga qora terga botib salat qilyapti. Nima qattiq so'san. Xullas. Zo'r. Jo'yam yasatib oldik mana. Hozir mana shu yerda men uxlab oldim. Mana qilavermang. Bo'ldi. Bular kelishgan kun bilmayman nima bular. Ham sabzilar yo'q ketdi-da mana ichida qara. Sabzi yo'q. Oshda. Osh shunday bo'ladi-da aka. Osh sabzilar chiqib tursin deydi dilkillar. Qani uni narxini ham qo'shish kerak. Qo'shmaymiz ko'p. Xullas mana bugungi kun oxiri o'sham pishdi. Esda qolarli bo'ldi. Gap yo'q. Zo'r.